Bu videoda Kardinal Aslanboy va Ultra PUBG'ning UC servislar tezligini tekshirib ko'ramiz. Birinchi bo'lib Kardinal UC'ga yozib ko'ramiz. Deyarli bir daqiqadan keyin yozganimni ko'rdilar, lekin atvet qilishmadi. Navbat Aslanboyning UC servisiga. Aslanning UC adminiga gapirishi mumkin emas va navbatdagi Ultra PUBG'ning UC adminiga yozib ko'ramiz. Uchala UC servis adminlari ham bir daqiqa ichida yo'qib javob yozdi. Video yoqqan bo'lsa bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Izohlarda o'z fikringizni qoldiring.